Ichakni sog'lom bo'lishi uchun mikroflora degan narsani yodlab olsak bo'ladi. Eslaringizmi? Narigi safargi vebinarimizda bizlarda ichakda 100 milliarddan ortiq bakteriyalar bor. 3 kilogrammga yaqin narsa bor deb gapirib o'tdim. Yaxshisi bor, yomoni bor. Shuning uchun buni bitta so'z bilan bizlar uni ichakni mikroflorasi deb aytamiz. Shu so'z yodlab olsanglar, aqlli so'z bilar ekan deydilar. Nima deganda, ichakni mikroflorasi degan narsani yaxshi tushunib olib, nima edi u degan narsa bilib oladigan bo'lsangiz, siz sog'lomlashish uchun 90% muammoingizni yechdingiz degani. Tak, ichagimizda mikroflorasida 3 ta narsa rosa muhim bo'ladi. Birinchidan og'izda gigiyenasi, qo'lda gigiyenasi va yeydigan narsalarimiz. Sizlarga bitta savol bermoqchiman. Tashqaridan uyga qaytib kelganlaringizdan keyin qo'l yuvasizlarmi? Qo'l yuvganda suv bilanmi yoki sovun bilanmi? Korona vaqtida eslaringizda bo'lsa, odamlar ko'chada yurganda ko'p narsani ushlaydi. Sumkani ushlaysiz, metro yoki avtobuslarda yursangiz, hamma kelib ushlagan o'sha joylarni ushlaysiz, eshikni ochib kirayotgan paytda eshiklarni ushlaysiz, qo'lingizda ushlaysiz. Juda ko'p qo'lingizda viruslar, infeksiyalar yig'iladi. Va qo'lni har bitta bo'g'imlarni orasida, tirnoqlarni orasida, ayniqsa tirnoqlarni o'stirib yurgan kishilar bormi-da, tirnoqlarni orasida rosa ko'p infeksiya bilan viruslar, har xil yomon bakteriyalar ancha ko'p bo'ladi. Shuning uchun ko'chadan qaytib keldingiz, qo'lingizda mabodo yuvmasdan siz qorningiz och qolib kelib o'sha piyolangizdagi suvingizni yoki choyingizni yoki noningizni o'tirib birdan ovqatlanadigan bo'lsangiz, sizda o'sha oshqozoningizda ko'chadagi yangi turdagi infeksiyalar bilan yangi turdagi viruslarni olib kelib, to'g'ridan to'g'ri oshqozoningizga solyapsiz, tanangizga ichiga solyapsiz hisoblanadi. O'sha uchun odat qilib olishimiz kerak. Bolani ham, kattamizmi farqi yo'q. Ko'chadan keyin to'g'ridan to'g'ri uyga kirayotgan vaqtda birdan dasturxonga o'tirish emas, birdan borib qo'limizni sovunlab yuvishimiz kerak. Sovunlab yuvgandan keyingina dasturxonga o'tirish mumkin. Yerdan shamollab qoldim, voy ko'chadan shamollab qoldim yoki kim bilandir ko'rishdim shamollab qoldim deyishdan oldin birinchi qo'lingizga e'tibor qilasiz. Ko'chadan qaytib keldingiz, birdan sovun. Masalan, hovlida ishlarni qilib keldingizmi, yana qo'lingizni sovunlab, undan keyin ovqatlanishga o'tirishingiz kerak. Buni hammamiz bilamiz, zo'r tushunamiz, lekin rioya qilmaymiz. Birinchi navbatda tanaga infeksiya olib kelish mana shundan bo'ladi. Bir qo'lni gigiyenasi, tirnoqlarni olish, bolanikini ham xuddi shuni. Bog'chadan qaytib keldim, maktabdan qaytib keldim, katta biz ham ishxonadan qaytib keldikmi yoki hovlidan ko'p ishlar qilib qaytib keldikmi, albatta qo'lni yuvish kerak. Ikkinchi narsa og'iz gigiyenasi. Nima uchun og'iz gigiyenasini ko'p aytaman? Konsultatsiya o'tgan vaqtimda men ko'pincha savol beraman-da. Ertalab turganingizdan keyin og'zingizga nima kiradi deb savol berganimda, ko'pchilik birdan yeydigan ovqatni aytaman. Yo'q, siz yuzni yuvdingiz, keyin nima qilasiz degan paytimda, bo'ldi, yuzimni yuvaman, og'zimni chayqayman deydigan kishilar bor, chayqaydigan kishilar bor. Lekin shotkarab yuvmaydi. O'sha uchun men dasturlarimga va konsultatsiyamga albatta tish yuvishni ham rosa o'rgatib o'taman. Chunki tishni shotkalab yuvmaydigan odamlarimiz rosa ko'p. Yoki shu og'zida, kechasi bilan uxlagan og'zida ertalab turib suv ichadigan kishilar bor. Shunday og'izda uxlayotgan vaqtimizda bizda sullagimiz bo'lmaydi. Uxlagan vaqtimizda shunaqaynam ko'p u yerda bakteriyalar, infeksiyalar shunaqa darajada ko'p bo'ladi. Ertalab turganingizga agar e'tibor qilsangiz, bunaqa shilimshiq bo'ladi og'izning ichidagi sullak. Shunaqa darajada ko'payib ketgan bo'ladi va tishning ustini bioplyonka deb aytamiz. Bakteriyalarni qoplab olgan bo'ladi. Bizlar uni tushirishni bilishimiz kerak, ya'ni yuvib tashlashimiz kerak shotka bilan. Shotka bitta turda emas, har bitta kishi 2 xil turdagi shotkasi bo'lishi kerak va 2-3 xil turdagi zubni pastasi bo'lishi kerak. Har kun har xilini aralash qilish uchun. Tish bilan tishni arasini, milk bilan tishni arasini yuvmaslik yoki tilni yuvmaslik shunaqa narsalar rosa ko'p. Shuning uchun men обязательно tish yuvishni trenirovkasini kiritaman. Chunki ertalab turgandan keyin mana bioplyоnkani olib tashlab, og'izni yaxshilab tozalagandan keyingina issiq suv ichish mumkin. Og'izdagi hamma infeksiyani oshqozonga va butun tanaga tarqatmaslik uchun. Nima uchun bu haqda ko'p gapiraman? Chunki kardiologiya butun dunyoning kardiologiya katta assotsiatsiyasi bor. U yerda hamma kardiologlar o'zini ilmiy ishlarini keltirib o'tishadi. O'sha uchun yurakda topiladigan bakteriyalar, infeksiyalar og'izniki bilan bir xil. Ya'ni ular tananing ichiga kirib ketadi. Og'zingiz bu tanangizni kirish eshigi. Agar uni toza qilmasangiz, hamma narsa kirib ketadi. Keyin uyqudan oldin tishingizni yuvasizmi? Ko'pchilik yuvmaydi. Yoki oldin oddiygina chayib qoladigan kishilar bor. Yoki bittagina shotka ishlatadigan kishilar bor.
Shuning uchun u og'izda gigiyenasi rosa muhim. Buyur toza bo'lsa, ichak toza bo'lishini birinchi qadam hisoblanadi. Keyingisi bizda mikroflora yana qayerda bor? Birinchi og'izda, oshqozonda, keyin jenskiy organda borda. Erkaklarda esa og'izda va ko'proq oshqozonida. Erkaklar ham xuddi shunday 3 ta mana shu gigiyenaga e'tibor qilish kerak. Og'izdagi, qorindagi va pastdagi. Va ichagimizda bu safargi mikrofloramiz yaxshi va yomon bakteriyalar bor deb har safar aytib o'tdim. Biz bularni nima yeyishimizga qarab, yo yaxshisi ko'payadi yoki yomon narsalar bersa, yomoni ko'payib ketadi. Shundan qornimiz damlashi, qabziyatlarimiz, asabiy bo'lishimiz, har xil ichakka ta'lluq bo'lgan kasalliklar va hokozalari kelib chiqadi deb aytdik. Ichakni gigiyenasi deganimda, ichakni toza saqlash, davay tozalaylik deganda hamma trubaga xuddiki shotkani kirib, anaqa tozalagandek klizma qilish kerak ekan, yoki bo'lmasa har xil o'tlik yoki qanaqadir sodalik klizmalar qilish kerak deb tushunadilar. Yoki bo'lmasa, nimalar bor? Giyohlar ichsak, ichagimiz toza bo'ladi deb o'ylaydigan kishilar bor. Birdan men sizlarga javobini aytaman, ko'p aylantirmasdan. Ichak har kun o'zgaradi tarkibi, nima yeyishingizga qarab. Uni tozalaganingiz bilan ham siz noto'g'ri ovqatlanadigan bo'lsangiz, 2 kun noto'g'ri ovqatlaning, ichagingizda уже ichi rasvo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bakteriyalarning turi o'zgarib ketishi mumkin. Ichakni tozalash, ichakni tuzatish ham xuddi shunday sog'lom, to'g'ri ovqat berishdan boshlanadi va yeydigan ovqatlaringiz sog'lom, bittagina sog'lom va shifobaxsh bo'lishi kerak. Tarkibida ichagingizga yordam beradigan har xil bakteriyalar ko'p bo'lgan, ya'ni fermentlangan narsa bo'lishi kerak. Masalan, fermentlangan narsa deganda qatiq, kefir kabi narsalarni tushunamiz. Ichakni ishqilib ovqat berishimizga bor. Ya'ni fermentlangan narsa berishimiz kerak, chunki ichida foydali bakteriyalar ko'payishi uchun. Fermentlangan degani har bitta mamlakatning o'zini achitib, bijg'itib qiladigan ovqati bor. Masalan, ruslarda qaraydigan bo'lsak, kvashniy kapusta degan narsa bor. O'sha kapustani, ya'ni karamni faqatgina tuz bilan suv solib aralash qilib qo'ysa, u achiydi-da. Nima bo'ladi-da? Nordonlashadida, kvashniy kapusta paydo bo'ladi. Ya'ni fermentlangan ovqat deymiz. Hozir chet elda bu rosa populyarni, chunki hamma ichakka katta e'tibor qiladi. O'zbekistonda nima edi? Savolda O'zbekistonda bizlarda achitilgan, bijg'itilgan narsa nima edi desangiz, bizlarda bu qatiq, kefir, qurt. Mana shu bizni eng achitilgan, bijg'itilgan natijasida kelib chiqqan o'zimizning milliy ovqatlarimiz. Doimiy ravishda bo'lish kerak degan bitta bu yetishmaydi. Umuman qisqasi olganda ichagimizdagi bakteriyani ko'paytirish uchun shunaqa fermentlangan narsani ko'proq har kuni doimiy ravishda, albatta ko'p suv ichgan holda qilib borishimiz kerak. Tak, lekin O'zbekistonda yana bitta ichak masalasi aytganda muammo borki, parazitlar, ya'ni qurtlar, gelmentlar ham juda ko'pdan beri muammo. Bu endi rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'p uchraydigan, rivojlanayotgan mamlakatlarda ham ko'p uchraydigan narsa. Nima deganda, qishloq xo'jaligi bilan fermer xo'jaligi ajratilmagan. Ya'ni bitta joyda. O'sha joyda molni go'ngi ham bor, o'sha joyda uni poliyasi ham bor, sabzavotlar yetishtiradigan. Yoki molni go'ngini obработка qilmasa, shu turishda uni nima deydi, tuproqqa aylantirib poliz ekinlariga qo'yishadi. То есть molda agar qurt bo'lgan bo'lsa, u birdan poliz ekinlariga qarab ketadi. Shuning uchun poliz ekinlarini o'zida ham xuddi shunday qurt paydo bo'lishi ko'p. Yaqinda bitta internetda ko'rib qolganimda, daraxtlarni ildizi chirib ketayotgan ekan. Nega deganda, haligi molni go'ngini shu turishga qo'yadigan bo'lsa, molni go'ngidagi qurtlar daraxtni ildizini yeb tashlab, daraxt qurib qolyapti deb, dehqon shuni, o'zbekistonlik dehqon shu narsani ko'rsa, molni go'ngini solmanglar, boshqa o't beringlar yoki molni go'ngini solish uchun molingiz sog'lom bo'lishi kerak. Hali paraziti bo'lmasligi kerak molingizni o'zida ham deb aytishadi. Bitta tasavvur qiling, bitta qattiq o'sha nima emas, sizning organizmga kiradigan bo'lsa, sizning ichagingizda ko'payadi. U narsa keyin har xil organga ketadi, jigarga ketadi qurtlar, o'pkaga, boshqa joylarda. Shuning uchun buni ham gigiyenasi rosa muhim. Doimo sabzavotlarni olganingizdan keyin endi iloji boricha fermerlar bilan dehqonlar alohida bitta joyda yetishtirmasligi kerak, lekin buni hozir endi iloji yo'q. Hamma bitta joyda yetishtiradi. Bu yerda molingiz ham boqilaveradi, bu yerda sabzavotingiz ham o'saveradi. Lekin mana shu sabzavotlarni yuvish usuliga hech bo'lmasa e'tibor qilishimiz kerak. Shuni olib, shuni yuvib tashlab emas, uni demak ko'proq kattaroq suvni ichida uksus bilan sodalar solgan holda yaxshilab yuvib tashlashimiz kerak. Yaxshi yuvilmagan narsadan bizlarga to'g'ridan-to'g'ri qurt ko'payishi mumkin. Yana bitta narsa aytaymi? Meni dasturimda ko'pincha qatnashgan kishilar, endi o'zbekistonliklar ko'pda.
ular boshida uyalishadi, lekin gohida yakkama-yakka yoki menejerlar orqali menga xat yuborishadiki, anal tarafdan qichishish bor-da, masalan, qurt bor, gelment bor, nima qilaylik dedim. Aytdim, davom eting, xuddi shunday oxirida gapirasiz. U yo'qoldimi, yo'qmi degan narsani. Dasturimni oxirida yo'qoldi deb aytishadi. Nega deganda, agar sizni ovqatlanishingizni yaxshilaydigan bo'lsangiz, ya'ni biz u yerda juda ko'p darajada haligi ham qurtga ham qarshi, ham yallig'lanishga ham qarshi, shifobaxsh bo'lgan ichimliklarni ko'p kiritamiz, mazali ichimliklar. Shunaqa ichimliklar ko'p kiradigan bo'lsa, qurt sizni tanangizda yashay olmaydi. Shuning uchun borgan sari qurtni o'zi tushadigan bo'lib boradi. Lekin qurtingiz ko'paygan paytda deylik siz lecheniya oldingiz doktordan. Bu noto'g'ri emas, to'g'ri. Olishingiz kerak ko'payib ketgan vaqtda. Lekin o'sha lecheniyangiz afsus sizni ichingizda yaxshi bakteriyalarni o'ldirib yuboradi. Sizda esa ovqatlanishingiz noto'g'ri bo'lib, u yerda yana shirali narsalar yoki nonli, xamirli narsalarni juda ham ko'paytirib yuborsangiz, foydali shifobaxsh qilmasangiz, ovqatingizda kamgina qolib ketgan haligi slab qurtchalar qoladi, ular esa yana ham nima deydi, jonlanib ketishadi-da, katta u yerda bitta mamlakat qilib yuborishadi. Shuning uchun hattoki organizmimizga qurt tushsa ham, uni yashab ketishi, u yerda ko'payishi, ko'paymasligi siz har kun og'zingizga nima kirayotganligiga bog'liq. Viruslar ham xuddi shunaqa, hattoki virus kiradigan bo'lsa ham organizmingizga yashab ketadimi, yo'qmi degan narsasi xuddi shunday siz nima yeyapsizga bog'liq bo'ladi. Immunitet kuchli bo'lishi ham. Tak, bu parazitlar haqida edim. Endi doimo menimcha o'sha 3-mikroflora haqida gapirmaymiz, bu hammani ichida. Keyin dasturlarimga kirganlardan keyin ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida guruhga olib, undan keyin gapirib o'tamiz. Lekin xuddi shunday ayollar ham, erkaklar ham doimo urologlar va ginekologlarni nazoratida tez-tez borib turish kerak. Chunki u yerda biron bir viruslar, infeksiyalarni uzoq vaqt saqlab yuradigan bo'lsalaringiz, keyinchalik bu narsa osongina rakka aylanib ketadi. Virus, infeksiya, bakteriya yashamasligi kerak bizani yana bitta a'zomizda. Qarang, 18 yoshimda disbakterioz bo'lib qolganman. Hozir yoshim 32 da. Davolanganman o'sha disbakterioz kasalligimga. Yaxshi bo'lib ketgandim, lekin o'sha qanaqadir ichaklarim og'rib yurardi-yu, o'sha ichim ketishlari to'xtab yaxshi bo'lib ketdi-da. Keyin yaqinda, bundan bir 3-4 oy oldin yazviniy kolit bo'lib qoldim, yo'g'on ichakda yara. O'sha ichagim, yo'g'on ichagim og'riydi-da. O'sha ichagimni umuman davololmadim. Mana 18 yoshimda shunaqa bo'luvdim. Mana 18 yoshingizda bo'lgan o'sha disbakterioz faqatgina o'sha sabab hozirgi holatingiz emas. Biz boya hozirgina sizga aytib o'tdim, ichagimiz bizaniki har kun nima yeyishingizga qarab o'zgaradi. Siz 18 yoshdan buyon, undan ham sal oldinroq, 18 yoshda o'sha disbakterioz bo'lishidan oldin ham va hozirgacha ovqatlanishni bilmaysiz degani. Shuning uchun ichangiz tuzalmayapti, o'ziga kelmayapti va borgan sari kasalliklaringiz rivojlanyapti degani. 18 yoshdan beri siz, deylik 10 yilda, guruh hisoblaylik, 10 yilda, 10 yil qanday qilib ovqatlanishni bilmasdan borgan sari yazvaga ketdingiz. Yazva degani endi ichagingizda haligi yaralarga keltirdingiz-da. Yaralar уже paydo bo'ldi. Sizga savol, yana qancha shu ahvolda davom etishni xohlaysiz? Hozir men sizga javob berdim. Ovqatlanishni bilmaysiz 10 yildan buyon. O'sha uchun kasalligingiz rivojlandi. Hozirgi muammoingiz sizniki. Bundan keyin yana qancha davom etishni xohlaysiz? Yo'q, men bu holatdan juda charchadim. Chunki mana bu 10 yil deylik, 12 yil deylik, uje men o'sha payt sog'lom edim. Hozir ozib ketyapman, umuman semira olmayman. Kasalligingiz prosta rivojlandi. Ovqatlanishni bilmaganligingiz sababli, sog'lom turmush tarzini va sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'ymaganligingiz uchun kasalligingiz rivojlandi. Hozir birinchi marta eshityapsizmi meni vebinarimni yo hozirgacha eshitib keldingizmi? Yo'q, birinchi marta qatnashdim. Birinchi marta qatnashsiz. Xo'p, tak ichaklaringizda demak, sog'lomlashishingiz uchun boya aytib o'tganimdek, haligi mikrofloralarni yaxshilaydigan bo'lsak, ichak sog'lomlashadi. Agar mikrofloralarni yaxshilamaydigan bo'lsak, kasallik rivojlanadi. Mikroflorani yaxshilash dorilar, giyohlar bilan emas, faqat ovqatlanish bilan-da, fermentlangan ovqatlanishlar bilan. Mana shuncha
ma'lumotni, mana deylik, mana 20 minutdan gapirayotgan bo'lsam, mana shuncha ma'lumotni eshitganingizda siz nima qilish kerak deb o'yladingiz? Qanaqa tushunchaga keldi? To'g'ri, Siz mani to'g'ri angladingiz. ovqatlanish. To'g'ri To'g'ri ovqatlanish. ovqatlanish. Qarang, lekin men o'sha doktorlar har doim parhez buyurardi-da menga, даже umuman shirinlik yemas edim. Umuman mana 10 yil bo'ldimi o'shanaqa narsalardan cheklab yuraman, chunki o'shalarni yesam menga umuman yoqmaydi-da. Parhezdaman. O'shaning uchun qanday to'g'ri ovqatlanish mumkin? Hozir даже faqat yeydigan ovqatim sho'rva-da. Seviji ovqat, o'sha sho'rva bo'ldi, boshqa hech narsa yemayapman-da. Qanday bu holatimda men o'zimni tiklab ketolsam deb hayron qolyapman, to'g'risi. Shuning uchun odamlar eshitmoqchi bo'lgan narsani faqat eshita oladi. Men o'sha allaqachon javobini aytib bo'ldim. Siz anglay ola olmadingiz. Husnora, sizda bitta yo'lingiz. Qatnashing mani dasturlarimga, undan keyin yaxshi tushunasiz va o'zingizda birdan rezultatini ko'rasiz. Men sizga o'sha allaqachon javobini aytib bo'ldim. Aylantirib men gapni birdan javobini ayting deb kommentariy yozishadi. Men birdan javobini aytaman, lekin tushunmaysizlar. Shuning uchun misol sifatida qarab borishingiz kerak. Sizda ovqatlanishingizni tartiblab beramiz, to'g'rilab beramiz. Mani 21 kunlik dasturim yaqinda 10-apreldan boshlanadi. Mana shu 10-apreldan boshlanadigan ishga tiklanish dasturida bizlar ovqatlanishni o'rgatamiz. Hozir ham juda ko'p javobni aytsam ham, ishoninglar, hozir Husnorani o'zi ham tushunmasdan turibdilar. Javobini aytib bo'ldim allaqachonda. Shuning uchun buni bizlar misolda ko'rishimiz kerak. So'z bilan tushunmaymiz hech qachon. O'sha uchun misolda ko'rishimiz kerak. O'zimizda tarelkalarimizda ko'rishimiz kerak. Ichagimizni yaxshilash uchun men sizlarga hattoki parhez emas, ovqatlanishlarni to'g'rilab borishimiz kerak. Sizlar masalan nonushtan qanaqa qilishni bilmaysizlar. Juda ko'p odamni nonushtalarini qarab chiqqanman-da. Nonushtalardan boshlanadi. Nonushtalardan ichakni sog'lom saqlash uchun kletchatkalar, ichakni sog'lom saqlash uchun fermentlangan narsalar, ichakni sog'lom saqlash uchun kerakli suyuqliklar, u yerda haligi bakteriyalarni yaxshi ko'paytirish uchun narsalar. Undan keyin tashqari har xil damlamalar bor bizlarda. Har xil ichimliklar bor, hammasi mazali narsa. Ovqatdan boshlasangiz ichagingiz yaxshilanadi. Parhez emas, doktorlarni o'zlari bilmaydi. Doktorlar ular bizni kasalligimizda, bizning simptomimizda vaqtinchalik o'chirib beruvchi yoki salgina yengillashtirib beruvchi odamlar biza. Sog'lomlashtirishni o'rgatadigan, ovqatlanishni o'rgatadigan mutaxassislar, nutritsiologlar hisoblanadi. O'sha ayni paytda meni klientlarim hattoki doktorlar bor. Ya'ni doktorlarni o'zi ovqatlanishni bilmaganligi uchun bizlarga yuborishadi. Lekin parhez muhim ekanligini bilishadi. Yaponiyada nutritsiologlar bilan doktorlar yonma-yon ishlaydigan odamlar hisoblanadi. Doktorlar kelgan patsiyentini, masalan, sizga o'xshaydigan odamlarni tezda yordam berish kerakmi, kerakli og'riqni qoldiruvchida, kerakli narsalarni berishadi-da. Ovqatlanishda nutritsiolog bilan konsultatsiyasi bor, uni o'rgan deyishadi. Uni o'rganmagunicha lecheniyani, doktor bergan nimalarni, medikamentlarni effekti uzoqqa cho'zilmaydi. Ha deb o'chirib qo'yasiz og'riqni, lekin u yerda kasallikni yechimi bo'lmaganligi uchun, har kun og'izga kiradigan narsadan yechim bo'lmaganligi uchun kasalligingiz sekin-sekin davom etadi. Mana sizniki 10 yildan oshiq o'sha davom etyapti. Ya'ni rivojlanib ham bo'ldi, yaraga ham aylanib bo'ldi. Bu safar balkim u keyinchalik davom etaversa rakka aylanib ketishi ham mumkin. Shunaqa holatda turibsiz. Chunki o'z vaqtida to'xtatadigan bo'lsangiz, sog'lomlashib ketasiz. O'z vaqtida to'xtatmasangiz, hozir ozg'in bo'lib ketyapsiz, anemishni bo'lib ketyapsiz, so'rilishlar yo'q u yerda. So'rilishlar kamligi uchun organizmda kerakli narsalar yetib bormayapti. Borgan sari o'sha holsizlik ham bunga qo'shilib boraveradi. Yara agar yara holatda tursa, yara holatda turmaydi, rivojlanadi. Agar uni o'z vaqtida ovqatlanish orqali tuzatib bormasangiz. Shuning uchun meni ovqatlanishim lecheniyadek qabul qilishingiz kerak. To'liq dasturga qatnashib, o'rganib borishingiz kerak. Istasangiz dasturga qatnashib o'rganing, istasangiz xuddi shunday yana qo'shimcha 10 yilni shu holatda o'tkazsangiz bo'ladi. Javobni faqatgina o'zingizda misollaringizda ko'rib, yeb ko'rib, his qilib ko'rishingiz kerak. Ana shunda holatingiz o'zgarib boradi. Keyin bir umr davom ettira oladigan bo'lasiz. Parhezni bir umr davom ettira olmaysiz. U charchab ketasiz. Parhezni bir umr davom ettirish. Shunaqa. Mazali ovqatlangan holda har bittasini shifobaxsh qilib borishingiz kerak. Buni faqat so'zlar bilan tushunmaysiz, Husnora. Siz nima deydi? Bilimiz bo'lganingiz uchun tushunmaysiz degani emas. Hamma odam tushunmaydi. Hattoki men ham o'z vaqtida o'sha vaqtda tushunmaganman. Men uni misollarda ko'rib, o'zimni tarelkamda qilib, his qilib ko'rmaganimcha. Shuning uchun bu narsani amalda qo'llash kerak. Bu nima deydi? Teoriya emas, bizlar amalda qiladigan narsamiz hisoblanadi. Agar o'sha siz o'rgatadigan ovqatlaringiz
Men shu holimga to'g'ri keladimi? Men o'sha taraflarni ham o'yladim-da. Shu holat Siz o'sha ichakni sog'lomlashtirish haqida bo'lganligi uchun nima deysiz? Holingizga to'g'ri keladimi? siz shirinliklarni menimcha cheklasangiz kerak-a? Yo'q. Chunki aytyapman-ku, menga juda ko'p Olib ovqatlar tashlamaymiz, yoqmaydi-da. lekin porsiyasi bor uni. Keyin grechka, kletchatkaga boy deyishadi-ku. Ha. O'sha grechkalar menga umuman yoqmaydi-da. O'sha Chunki ichagingiz nosog'lom bo'lgani uchun. O'shaning uchun naborotdagi klechkali ovqatlar, kletchatkali ovqatlar ichakni mustahkamlaydi, sog'lom qiladi deyishadi-ku. Lekin menga o'sha grechkalar umuman yoqmaydi. O'sha ichaklarimni battar og'ritadi. Qarang Husnora, siz hozir menda eng og'ir ahvolda kelgan odamlar ham bor-da. Gohida faqatgina ovqatlanish emas, badlarni ham kiritib borishimizga to'g'ri keladi. Bad bilan birgalikda olib boradigan bo'lsangiz, ana shundagina sog'lomlashasiz. Hozir sizga yana qanaqa yo'l bor? Hamma yo'lni ko'rgandirsiz. Yana qanaqa yo'l? Bad degani u nima narsa u? Bad degani bu ichakka haligi bakteriyalarni solib berish va faqatgina bakteriya orqali yaxshilanadi. Bu ilmiy so'z bilan aytmay keling. Ichagingizda ahvolini yaxshilash uchun biz 3 kilogrammga yaqin uni ichida bor bo'lgan shilliq qavatni tiklashimiz kerak. O'sha shilliq qavatni tiklash uchun ovqatlar orqali qilasiz. Ahvolingiz og'ir bo'lsa bad kiritasiz. Ahvoli yengil bo'lgan odamlar ovqatlarida o'zidan tuzalib chiqib ketadi. Ahvoli sizga o'xshagan og'ir odamlar esa badni yordami kerak bo'ladi. Ya'ni bad degani bu o'zbekcha xalqona esa vitaminlar degan narsa. Haligi shilliq qavatni tiklaydigan narsalar. Yana nima deyish mumkin? Biologik aktiv moddalar. Medikament, dorilar deyilmaydi ular. Biologik aktiv moddalar hisoblanadi. Shuning uchun ovqatlanishni o'rganmagunizcha, shifobaxsh bo'lib, shifobaxsh ovqatni o'rganmagunizcha shu narsa, shu holat manimcha davom etadi. Bundan battar odamlar keladi bizlarda. Ichagida iring keladigan, qon bilan iring keladigan odamlar bor. Pampersda yuribman. Doktorlar o'sha отказ qildi deydigan odamlar. Undan battar odamlar kelishadi. Lekin iltimos, ertaroq kelinglar. Unaqa darajada qabrdan bir qadam oldinda bo'lib qolgan vaqtlaringizda kelmanglar. Ertaroq boshlash kerak sog'lomlashish haqida. Ya'ni og'ir odamlar ko'p nima deydi? Shunaqa darajagacha olib borib, keyin borsamiz, tuzalsamiz bo'lar ekan deb noto'g'ri o'ylamaydi. Oldinroq ahvolingiz haligi entidiz bakterioz boshlandi degan holatdan o'sha birdan kirishadigan bo'lsalaringiz, sizlarda muammolaringiz tezroq hal bo'ladi, tezroq sog'lom bo'lasizlar. 10 yillab, uzoq vaqtlab yurmaysizlar. Ichaklarni sog'lomlashtirish uchun lecheniyaga o'xshaydigan ovqatlarni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz internetdan parcha-parcha har xil ma'lumotlar eshitamiz, lekin o'sha parcha-parcha ma'lumotlarni qilib ko'ramiz. Ko'p narsa ishlamaydi. Parcha-parcha ma'lumotlarni bitta ikkitasini qilib ko'rganimiz uchun. Doimo kompleks yondashish kerak. Mani sog'lomlashish bo'yicha qilgan protokolim hammasi mashaqa kompleks yondashadigan narsa. Va kompleks yondashgani uchun ham bizlarda natija bo'ladi. Eng og'ir ahvolda keladimi, yengil ahvolda keladimi farqi yo'q. Chunki faqatgina ichakni sog'lomlashish uchun emas, u yerda o'sha limfa suyuqligini yurg'izish uchun bo'lgan mashqlar kiritamiz. Har xil tanasida demak defitsitlarni qoplaydigan ovqatlar, hammasi ovqatlar orqali juda ham agar istovchilar bo'ladigan bo'lsa, badlarni kiritishimiz mumkin. Badlar hamma uchun emas, faqatgina istovchi kishilar uchun. Mana dasturlarimga qo'shilishni so'rayapsizmi? Ha. Mani dasturlarim 3 ta tarifdan iborat bo'ladi. 21 kun davom etadi. 21 kun davom etadi, 3 hafta davom etadi degani. 3 ta tarif nimadan iborat? Standart tarif degani bor, premium tarif degani bor, VIP tarif degani bor. Standart tarifda bu ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Men bilan jonli efir 1 soatdan oshiq, guruh bilan birgalikda 1 soatdan oshiq, mana shu 21 kun davomida 3 marta bo'ladi degani. Bu standart tarif. Va ikkinchi tarifimiz bor, premium tarif. Premium tarifda xuddi shunday ma'lumotlarga dostupingiz bo'ladi. Men bilan 3 marta jonli efir o'tasiz va boya aytdimki, ovqatlanishingizni biz tuzatishimiz kerak, kamchiliklar, tarelkalaringizni misolida ko'rib, kamchiligingizni tuzatishimiz kerak. Birinchi kamchiligingizni, birinchi kungi kamchilikni hammanikini men tuzataman. Siz o'zingizning tarelkangizdan tashqari boshqalarning tarelkasini ham misolini ko'rasiz. Hamma qayerda qanaqa xato qilyapti, kim qanaqa to'g'ri qilyapti degan narsani ko'rib borasizda. Bir kun ichida men u yerga juda ko'p izohli qilib boraman, shuning uchun bittasiga katta o'qiydigan, tushunadigan katta materialim hisoblanadi. Keyin qolgan 20 kun esa meni kuratorlarim bilan birgalikda ishlaysizlar. Bu premium tarifda shunaqa. Chunki bizlar boya aytganimdek yoki parhez qilib qiynalib yuramiz yoki to'g'ri ovqatlanyapman deb foydali bo'lsa ham ko'p narsani kirgizib yuboramiz.
balans buziladi. Yoki uyimizdagi har doimgi oziq-ovqatlarimizni qanaqa qilib sog'lomlashtirishni bilmagan holda to'g'ri ovqatlanishni, shifobaxsh ovqatlanishni bilmasdan yuramiz. Mana shularni faqatgina trenirovka qilamiz 21 kun. Tish yuvishda ham trenirovkasi bor, limfa mashqlarini trenirovkasi bor va sizni tarelkangizda o'rgatamiz. Unga qo'shimcha retseptlar kerak esa, nonushtalarning retseptlari, damlamalar, smuzilar kiritiladi. Mana shular orqali qilinadi. Premium tarifda, demak, birinchi kun men korreksiya qilaman, men bilan ishlaysizlar. Qolgan 20 kun kuratorlari bilan, meni nazoratimdagi kuratorlar bilan ishlaysizlar. Bu premium tarif. VIP tarifi bor, unda hozir bor yo'g'i 5 ta joy qoldi. VIP tarif xuddi o'sha hamma qatori ma'lumotlarga dostupingiz bor, 5 marta jonli efir bor va shaxsan men sizlar bilan ishlayman to'g'ridan to'g'ri. Ya'ni hamma korreksiyani, tuzatishlarni men o'zim olib boraman. Bularni narxlari hozir menda narxlarni ko'radigan nimam yo'q. Adashsam, iltimos menejerlar, prodyuserlar meni tuzatasizlar. Standart tarif 790 ming so'm. Premium tarif 890 ming so'm. VIP tarif 1 million 990 ming so'm. Dilya, eshityapsizmi meni? Onkologiyada anaqa bo'ldimda, ko'kragimdan olib tashladi-da, anaqa ko'kragimni. Hozir limfadan qo'lim ishyapti-da, limfa yo'qligiga nima edi. Uni qaytarsa bo'ladimi, Dilya? Metastaz berganmi? Yo'q, metastaz bermagan, anaqa. Prosta ko'kragimni olib tashlagandan keyin anaqa ozgina qo'lim ishib qoldi-da. Limfa tugunlarini qo'ltiqdagini olib tashlaganmi? Olib tashlagan. Olib tashlaganda. Sizga kimyoterapiya nurlanishlar уже tuga bo'ldimi? Bo'ldi, tuga bo'ldi. Ikkinchi darajali bor. Qaytganda. Ha. Ularni yaxshilash mumkin, faqatgina mana bu demak tuga bo'lgan bo'lsa, уже sog'lom, shifobaxsh ovqatlanishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Meni VIP tarifimga qo'shiling, shaxsan o'zim qarab boraman. Sizda sal kuchliroq antioksidantlik ovqatlar kiritib borishimiz kerak. Chunki birinchidan profilaktika, ikkinchi bor yana bir marta biror joydan rak bo'lmasligi uchun, chunki bilasiz, rak takrorlanuvchi narsa. Immunitetingizni kuchaytirib borishimiz kerak, chunki immunitetingiz kuchli bo'lsa, hech qachon odamda rak bo'lmaydi. Rak bor bo'lgan odamlar, chalingan odamlar, immuniteti pasayib ketgan odamlar. Chunki bizning tanamiz har kun o'zimni haqida ko'p o'rganib chiqdingiz menimcha. Har kun tanamiz rak kletkasini ishlab chiqaradi. Immunitetingiz pasayib qolsa, u ko'payib ketadi degani. Immunitet o'sha uchun doimo yuqorida bo'lishi kerak. Qo'lingizda shishishlarini bilasizmi, minerallar, antioksidantlar orqali yaxshilanadi. Limfa mashqlarimiz bor, o'shalar orqali yaxshilanadi. Perchatka taqsa bo'ladimi? Anaqa shishni kamaytirish uchun, Da. bo'ladi. Da. Hattoki bel qilish ham mumkin. Lekin shu turishga harakatsiz bo'lsangiz, u suyuqlik yurishmaydi-da. Rahmat qizim. Doimiy tanangiz harakatlikda bo'lishi kerak. Yuqori sizda antioksidantli narsalar yeyishingiz kerak, ichishingiz kerak. Ichimlik sifatida ham, ovqatlaringizda ham hech qachon mumkin emas sizga shira. Aytishganlarmi? Shira? Shira mumkin emas. Nima? Shira yemayman, shira. Молодец. Yaxshi. Asal, faqat asal. Immunitetni yuqori ushlasangiz, уже bo'ldi, hayotingiz yaxshi. Agar men bilan shug'ullansangiz, qancha bo'ladi? O'zim. Bo'yinki VIP tarifimga kira qoling. 21 kun men bilan shug'ullanib ko'ring. Rezultatini o'sha aniq ko'rasiz. Keyin o'zingiz ham bemalol davom etira oladigan darajada bo'lasiz. 1 million 999 ming. 2 millionga yaqin. Arzonrog'i yo'qmi, qizim? Arzonrog'i bor, anaqa nimasida. Qancha edi? U premium tarifga kirsangiz ham bo'ladi. 700 qancha dedingiz? 890 ming so'm. Rahmat qizim, umringiz uzoq bo'lsin. bo'lsin. Shunaqa, masalan, unda ham yaxshi rezultat erishasiz. Muhayyo ona. Men sizni eslab qolaman, chunki kuratorlarimizga ham aytib qo'yaman. Hozir anaqa nima problema sal puldan bo'lib qoldi-da, shu onkologiyadan keyin rosa pulim ketdi-da. O'zi pensionerman. Ana o'qisam, iloji bo'lsa qatnashaman, xudo xolasa. Lekin ovqatlanishingiz haqida biror narsa qilyapsizmi? Shu turishda yuribsizmi? Ovqatlanishim anaqa nima deydi? Yog'li ovqatlar yemayman, ko'proq anaqa suyuqliklar ichaman, ertalab suv ichaman. Rejimga rioya qilaman, lekin nonni chiqarganman, ozgina. Minimallik qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Lekin kasallikni o'zimga oldini oladigan va qaytarmaslik uchun bo'lgan narsalar emasda. Bu minimallik albatta qilishingiz kerak, zo'r. Minimallik narsa qilyapsiz.
Rahmat katta. Salomat bo'ling, sog'ayib yuring doimo. Rahmat katta, rahmat. Stress Umringiz uzoq bilan bo'lsin. ham kurashadigan narsa rosa muhim. Kstati, anaqa rakni turtkisi, yelkasidan itarib yuboradigan narsa stress ham hisoblanadi. Shuning uchun dasturlarimda stress bilan kurashish masalasida ham ko'p kiritganman haligi. Spokойно bo'ladigan, o'zimizni bo'shashtiradigan-da. Umuman o'zimizni qadrlashda o'rganadigan narsa. Lekin to'liq narsa kirib o'rganib chiqishingiz kerak. Bepul narsa nimalaringiz borsa, allaqachon bepul narsani kanalga qo'yib qo'yganman. Afsus hech kim qaramaydi, qo'ymaydi. Chunki bepul bo'lganligi uchun. Bepul bo'lganda yaxshiroq bo'lardi bizga. Bor. Mana shu kanalda fayllarga kirib qo'y. Mana shunda ko'raveramiz, a? Albatta-da. Lekin Rahmat qizim. degan narsa bu to'liq dasturdagi narsa. Rahmat qizim, umringiz uzoq bo'lsin. bo'ling. Xo'p, rahmat. Buxorodanman, kuzatib boryapman. Hozir ichaklarimda ozgina suslik borda, lekin to'g'ri ovqatlanish qilyapman. Salatlarimni yeb, to'g'ri ovqatlanish qilaman. Qachonki suvni ko'proq ichaman yoki ko'k choy ichaman, keyin ichim ketadi. Keyin sochimda oqarish bor, shunda ba'zi bir tanishlar aytdiki, kortizolga tekshirtiring dedi-da. Bir oyga qolmay yana ranglashimga to'g'ri keladi. Keyin yuzimda dog' yoshim 41 da. 41? Ha. Ana shu ranglayman ham bir oyga qolmay shunday oqaradi-da. Endi ko'p ham emas u, lekin tez oqarish bor menda. Lekin xo'jayinim o'tib qolganlar, gormonal manga bor. Hozirda misol uchun har oy mesячный bo'laman, lekin qanday desam, bir kun yaxshi bo'laman, уже ikkinchi, uchinchi kunlarga uncha yo'q. Sochingizda oqarishi va hayzni regularni kelmasligi yoki to'liq bo'lmasligi sekin menopauzaga qarab ketyapman degani. Bu narsani sekinlashtirish mumkin, tezlashtirib yubormaslik uchun-da. Shuning uchun tezlashtirib yubormaslik uchun mumkin, lekin sog'lom ovqatlanish qilyapman deganingizga menga savol paydo bo'ldi. Suv ichaman, keladi, suv ichmasam kelmaydi. Sog'lom ovqatlanish deganda faqatgina salat yeyish deb tushunmang, iltimos. Chunki faqat salat yesam, demak sog'lom ovqatlanyapman yoki qovurilmagan narsa yesam sog'lom ovqatlanyapman deganingiz, sizga menimcha to'liq sog'lom ovqatlanishni bilmasangiz kerak. Bo'lmasa, allaqachon bunaqa savol bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun nima deydi? Shifobaxsh ovqatlanish. Meni metodim shifobaxsh ovqatlanishga o'zi kiradi. Qila boshlasangiz, haligi ichingizdagi muammolaringiz yo'qola boshlaydi. Suv обязательно kerak. Suv muhim. To'g'ri, lekin bilasizmi, men to'g'ri ovqatlanish qilib ancha vaznimni yo'qotib qoldim. Zo'r bo'pti-yu. Lekin dog'larim ham ancha ketgan, lekin o'shana bu kortizol degan narsaga shunga tekshirtirish kerakmi? Yo'q, kortizol u sizni gormoningiz stressda bo'lsangiz chiqadi. Uni tushirishni yo'li stressni yo'qotish. Yo'q, menda stress yo'q, tinch. Hayotim, mana oilam tinch, Allohga shukr. Lekin menga ba'zilar shunaqa deb qoldi. Siz dedi, kortizolni tekshirtirishingiz kerak dedi. O'sha uchun mutaxassisni eshiting. Har qanaqa odam emas. Rahmat sizga. Sizga kortizoldan ham ko'ra, sizga tanangizga jenskiy gormonga kompensatsiya qiladigan, ya'ni o'rnini bosadigan badlar kerak. O'shanda hayzingiz normallashadi va qarish prosessi sekinlashadi. Soch tez oqarib ketyaptini hozir bilyapsiz, bundan keyin tez ajin tushib ketadi. Keyin tez suyagingiz mo'rtlashib ketadi. Tez sizda muskullaringiz kamayib ketadi. Nima deganda, sizda organizmingizda o'zi ayollik gormonini ishlab chiqarishni kamaytiryapti, tabiiy ravishda kamaytiryapti. Chunki qarish prosessi bizda shunaqa. Mana shuni yo'qotish uchun afsus, hamma narsa pullik. Hech kim sizga bepul zavodida ishlab chiqargan badlarini bermaydi. Hattoki men ham pulga sotib olaman o'zim uchun. To'g'ri. Shu narsalarni olib sog'liq uchun ishlatish kerak. Bilim uchun, sog'lom ovqatlanishni o'rganish uchun va badlar uchun ishlatsalaringiz, dori-darmon qilib, keyin yugurib yurmaysizlar. Chunki nima ishlatish kerak degan narsani ko'pchilik ovqatlanish uchun pul ishlatish shart emas deb o'ylashadi. Bu eng muhim. Undan ko'ra doriga ko'proq ishlatib yuborasizlar. Issiq suvni misol uchun Dilapa har 1 soatda ichish kerakmi yo chanqagan vaqtdami? Bir kunda kam-kamdan 1,5 litrdan 2 litrgacha ichib bo'lsangiz bo'ldi. Qish bilan yozda o'rtasida farq bo'ladi. Qishda kam-kam, yozda esa tez-tez chanqaysiz. Haligi fizik ishingizga nisbatan. Men hozir to'g'risi yuzimda ajin yo'q, lekin ozgina dog'larim qolgan. Chunki hozir hayzim uncha yaxshi bo'lmayapti dedingiz, endi sizda boshlanadi.
siz boshlanishidan bitta qadam oldinda turibsiz. Endi boshlanadi. Rahmat Agar sizga. hozirni o'zida unga stop bo'lsa, shu turishda, hozirgi yaxshi ko'rinishda davom etasiz. Stopni bosmasangiz, sekin-sekin uni boshlanadi. Qarish Shu prosessi tezlashib ketadi. Undan keyin uni ketkazish qiyin. Ajin tushib bo'lgandan keyin ketkazaman desangiz, u qiyin bo'ladi. So'raymiz, qancha dorilaringizga sarf qildingiz desak, ko'pchilik 20 million, 5 million, 8 million, 10 million juda ko'p sarf qilishadi, muammosiga yechim topmaydi. Ular ya'ni sog'lomlashish dorilardan deb o'ylaydigan odamlar ko'p bo'ladi-da. Dorilar emas, sog'lomlashishni tarelkadan boshlaydigan bo'lsalaringiz, umrlaringiz, pullaringizni ekonom qilasizlar. Shuning uchun prioritet nimaligini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Prioritet kasal bo'lgandan keyin doriga sarf qilaman emas, allaqachon sog'lom bo'lgan vaqtingizda, allaqachon yaxshi bo'lgan holatingizda birdan o'sha sog'lom ovqatlanish bo'lganda tarelkangizga pul sarf qila boshlashingiz kerak. Ana shunda ekonom bo'ladi sizda. Endi hozir har xil badlarni ichishga ham to'g'risi qo'rqadi odam, chunki Badlar emas, ovqatlanishni o'rganing deyapman, noto'g'ri. ovqatlanishni. Ovqatlanishni, to'g'ri, foydali ovqatlanishni o'rganadigan bo'lsangiz yaxshi. Lekin tanangiz o'sha qaraversa, baddan boshqa iloji bo'lmaydi. Yoki ginekologga borib nima olasiz, nima deydi, sintetik gormon olib ichasiz, yoki bizani ota-onalarim, bobo nima deydi hozir? Onalarimizga o'xshab qarishni shu turishga davom ettirasiz. Ular qanday, necha yoshda qanday ko'rinish topsa, xuddi shunday qarishni davom ettirasiz. Yoki uchinchi yo'li esa bu tabiiy badlar orqali gormonni olasiz. O'zingiz tanangiz ishlab chiqarmayotgan gormonni yo doktorlar orqali sintetik olasiz, yoki bad orqali tabiiy olasiz, yo uchinchi yo'li onalarimiz qanday qarigan bo'lsa, xuddi shunday qarishni davom etasiz degan. 50 yoshda qanday qarigan onangizni ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunday 50 yoshda xuddi shunaqa qarib borasiz. Qarishni sekinlashtirish yo'li bad orqali kiritib borish yoki boya aytganimdek sintetik gormonlar orqali kiritib borish, doktordan olgan medikament dorilar orqali. Bu endi tanlov. Kim qaysi yo'ldan ketadi? Rahmat sizga kattakon. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.